Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana bugun sizlarning e'tiboringizga bitta ona bola ko'chatlari chiroyli, bolasi zo'ridan bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Hafta kuniga chorshanba 11-mart 2026-yil Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'stondan, ya'ni o'zimizning xonadonimizdan bo'ladi. Yemoq-ichmoqlari zo'ridan, sinaqda cho'lari yo'g'idan qidirib yurgan obunachilarimiz bo'lsa, mana sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir arqa tomondan ham holatlarini ko'rsatib beraman sizlarga. Mana arqa tomondan ham ko'rsatib beraman. Ko'chatlari ham o'ta go'zal. Orqa ketlari kelishganlaridan, cho'lari yo'qlaridan. Xo'p, bo'ylariga keladigan bo'lsa, sigirimizni bo'yi 1.30 pilusida keladi, bo'ylari 1.30 pilusida. Mana korpuslari ham joyida. Mana bolasi ham shu 6 oydan endi o'tdi. Rosa 6 oylik bo'ldi. 6 oydan shu bir hafta yabag'ida, qisqasi 6 oydan o'tdi-da tug'ilganiga. 7 oyga hali borgan yo'q bolasi. Bolasini ham bo'ylari shu 1.15 ga yaqin chiqadi. Xo'p. Cho'lari yo'q. Bemalol xotirjam nimasiga olaveringlar. Mana cho'lari yo'q. Endi taqirimizni olmabmiz. Nima yelinlari ham qog'oz yelin, behijolat. Qo'yilganiga 1 oy bo'ldi. Agar o'zi qilib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Endi biz gumonga beramiz. Lekin qo'yilganiga aniq 1 oy bo'ldi. 1 oydan keyin yana qaytadan talab bo'lmadi molimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million demayman. 43 million so'm, ozgina kamlari bor. Xayrini qilib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 97 169 19 14 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Molimizni ham, ammo ko'chatlari ham o'ta kevorgan obunachilarimiz. Yemoq-ichmog'i, yemasa ichmasa molimiz enasi tepsa ham molni qaytib olaveramiz. Xudo xolasa unaqa bo'lmaydi. Mol sinovdan o'tgan, behijolat. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa nomerlarni qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa molni olib baraka topadigan mol. Yonidagi bolasi 5-chi yo 6-chi bolasi. Yana bir marta qaytarib o'tib ketamiz nomerlar 97 169 19 14 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.